Assalamu alaykum. Dünyanın arkadaşları yaşayotgan muhterem vatandaşlar. Hemmelerge Allah'ın salamı, rahmeti bolğay, pidaylar. Ekrana hoş geldinglar. Körüyotganlar her haftanın düşenbe günlüki 1 saat, bir dersden davam kılıvatkan Kur'an'dan nazar programımızın 91. saati. Bugün diqqatinglarga alemlerge nemi rahmet degan temadagi dersini sunamiz. Çünkü ortalıkta bir kur nazar baki, miyaga qaramayaga, degizvetgidek derecede adamni jil qilib qolgan bag'rajlik bor. Bilmayotganlar izlanmayotgan, izlanmay qarshisiga agishga ko'nib ketganligi sababi tufaylidan o'zi cho'ng bilganlarning orqasidan ketaylik, ammo bilayotganlar qasddan yo'shirib yoki burmiladi. Bugün diqqatinglarga shu sunmoqchi bo'lgan programma orqali zaten alemlerge rahmet kılıp evetilgen neyse Kur'an mı ya ki Muhammed Aleyhisselam. Bularını iniq bir düşünceye keliş için bir tema oldu. Diqqatinglarga dikkat berishinglarni so'raymiz. Do'stlar, tavsiya qilib qo'yasizlar, ekranimizda Kerim Zahir efendim. Assalomu alaykum ustoz, hoş geldin. Aleykümselam. Qanday ahvollarda Jimatulloh? Yaxshi, Allohga shukr. Abdulaziz birodar yo'lda o'xshaydi. Sal kechikib qoldi ekan, mana ko'rman do'stlarga vaqt qolmaslik uchun, saqlatib qo'ymaslik uchun men boshlaverdim. To'g'ri tushundim deb o'ylayman. Birozdan keyin kelsa orqaga chekinib ketdi. Xo'sh, bu yerdan deganimizdek, bugungi programmada olamlarga zaten nima rahmat qilingan degan temada dars qilgan bo'ldik. Marhamat. Assalomu alaykum dunyoning aqos joylari, hurmatli qarindoshlar. Hammalarniki har vaqti xayrli bo'lsin. Bizda burun qadr kechisi to'g'riliq to'xtalgan nima darslarimiz bo'ldi. Nurg'un uningga qarta shundaq nimalar bo'ldi. Endi shuning o'zida qadr kechisi to'g'riliq to'xtalgan vaqtidami? Hozirchilik bizning xalqimiz qadr kechisini nihoyat ulug' bir kecha. Ramazonda o'z Qur'on tushganligi uchun Ramazon nihoyat ulug' bir oy deb shundoq tushunadi. Xuddi shuningga o'xshash Muhammad alayhissalom dunyoga rahmat qilib berilgan deb hozir shundoq tushunish bor. Shu qadr kechisi Ramazon oyi to'g'riliq to'xtalgan vaqtdami? Ramazon oyi emas, u yerdagi o'z ulug' bo'lgan narsa shu Ramazon oyida tushirilgan Qur'oni Karim. Qadr kechisi ulug' emas, qadr kechisi tushirilgan Qur'oni Karim ulug'. Deb biz davomli Qur'onni markaz qilib shundoq o'zi so'zlayotimiz. Agar u kechida, masalan, qadr kechisida Qur'on tushmagan bo'lsa, u kechining hech qanday ahamiyati bo'lmaydi, normal kecha o'xshashi bo'ladi, xalqlar shundoq tushunadi. Hozir bu shundoq tushunishi nihoyat yaxshi. Ya'ni normal bir kechaga o'xshashli narsa, o'xshashli bir kecha. Ammo faqat shu kecha tushgan Qur'on bizga ulug' bo'lgan narsa bu, bizga yo'l ko'rsatgan narsa deb tushunishi. Xuddi shunga o'xshash payg'ambar alayhissalomni bu odatda bizga o'xshashli odam. Ya'ni surasida bor bu nima qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun vahid degan oyatning o'zidami? Ularga men sizlarga o'xshashli bir odam. Mana faqatla Allohdan, yana faqat bir Allohdan vahiy keladi deb ashun dadiylikda demakchi bo'lgan narsa nima degan vaqtida shu Sura Anbiyoniki 107-oyatning o'zi va ma arsalnaki illa rahmatan lil alamin degan shu oyatni hozirgi jamiyatda bizniki diniy olimlarimiz, nurg'un sohadagi diniy olimlarimiz masalan shu fiqh o'qisin yoki nima tafsir o'qisin, undan keyin boshqa millatdan bo'lgan diniy olimlarning ko'pinchisi shu payg'ambar alayhissalomni dunyoga rahmat qilib berganligi haqida nim qildimdi so'zlaydi va u sababdan payg'ambar alayhissalom nihoyat ulug' bir inson deb shunday qaraydi. Ammo Qur'on qanday qaraydi degan vaqtda payg'ambar alayhissalomni odatdagi shu vaqtdagi arablarning ichidan bo'lgan bir arab ekanligini, odatdagi arablar qanday bo'lsa shunday bir odatdagi bir inson ekanligini, faqat uningga kelgan bir vahiyning borlig'ini, Allohning bir vahiyning borlig'ini, farqi bu yerda ekanligini. Xuddi aramizda 30 odam bo'lsa, 30 odamning hammasi o'xshash, o'ttirdi bir odamni
Şu 30 adam 25 saylap qo'ysa, onunda bir 25'lik bir huquqi bo'lganga o'xshashlar bir endi bir narsa endi. Xuddi shunga o'xshash Payg'ambar alayhissalomga payg'ambarlik vazifasi berilgan bir kishi endi. Bu oyatdagi rahmatan lil alamin, olamlarga rahmat qilib ebadoq deyishlik sabab nima degan vaqtda? Bu yerda payg'ambar alayhissalomni olamlarga rahmat qilib ebamaklik amaliyotda payg'ambar alayhissalomga ebagan tushirgan kitobni olamlarga rahmat qilib ebamaklik. Kitob butun olamga rahmat. Butun dunyoga madax etgan vaqtida. Bu haqda bu rahmatning o'zini Allohning kitobi deb undaq tushunishga boshqa bir o'zi oyatlar bormi bunga dalil qiladigan deb o'zi ba'zi qarindoshlarimiz bundaqmi savol qo'yishi mumkin. Bu Qur'onni Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha kitobning o'zini har xil shaklda har xil nom bilan atagan. Ba'zi yerda hidoyat deb atagan, ba'zi yerda sirotal mustaqim deb atagan, ba'zi yerda ne'mat deb atagan, ba'zi yerda rahmat deb atagan. Misol Sura Ali Imronniki 159-oyatida Fabima rahmatin minallohi linta lahum degandek rahmatning o'zi kitob, Allohning kitobi. Allohning kitobi orqali ularga nihoyat o'zi muloyim bo'lding deydi Alloh taolo. U nima degan vaqtda Allohning kitobi insonlarga haqiqiy insonlikni o'rgatadi. Velav kunta fazzan g'alizal qalbi lanfazzu min havlik deganning o'zimi agar sen qo'pol, arablar qo'pol bir millat-ku. Qo'pol arablar o'xshashlar u payg'ambar alayhisalom bir arab bo'lgandan keyin shunda qo'pol burunqi mijozing shunda bo'lgan bo'lsang, ular sening atrofingga to'planmagan bo'ladi. Atrofingda qochib ketgan bo'ladi ular. Sen Alloh taoloniki kitobi bo'lgan, rahmati bo'lgan Allohning bu kitobidan sen axloqni o'rganib, ilmni o'rganganliging uchun u yerdagi axloq u atrofingdagi insonlarning o'zini atrofingga to'planishiga sabab bo'ldi. Bu yerda sening jisming emas, u sening atrofingga to'planish sabab bo'lgan narsa nima degan vaqtda Allohning rahmatidan iborat Allohning kitobi degan gap. Misal hozirgi zamondami nurg'unlar misollar bor. O'z vaqtida o 2-Dunyo urushidagi va Gitlerni misol olsak, bir notiq bir odamning o'zi o'ttirib chiqib, xalqniki xo'sh yoqadigan, xalq o'zi maqsad qilayotgan bir narsaning o'zini o'ttirib qo'yib, shunday o'zi mushuni qilishimiz lozim. Ko'k deb xalqning manfaati uchun so'zlagan vaqtda xalqning hammasi uning atrofiga yig'ilgan gap. Xuddi shunga o'xshashlar Payg'ambar alayhissalom insoniyatning manfaati uchun, atrofdagi insonlarning manfaati uchun, ularning yaxshi bo'lishi uchun tavsiya qiladigan, shunday bir isil bir o'zi go'zal axloqni o'rgatadigan bunday bir kitobning o'zini so'zlagandan keyin Payg'ambar alayhissalomning atrofiga ular shu kitobning sababi bilan Payg'ambar alayhissalomga tushirilgan shu Allohning kitobi Qur'oni Karimning sababi bilan atrofiga yig'ilganlikning o'zini mana Sura Al-Imronning 59-oyatida shuni bayon qildi. Yani Sura Fatiha'niki 7-oyatida Sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin degan mush oyatning o'zida nima deydi desa, aşağıdaki en'amte aleyhimdagi ne'matning o'zi nima degan vaqtida, ne'matning o'zi ham bu yerda Qur'oni Karim. Ya'ni sıratel mustaqim bo'lgan shu kishilarga in'om qilib, in'om deganning o'zi ortiqcha bergan, ya'ni bekog'lar, ya'ni nima deymiz bizda saxovat ko'lan misolda sizlar biz insonda aql bor, aqllanlarni o'zi yo'l tepanglar desa bo'laverdi. Ammo uning sirtida yana o'z insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan bir kitobni ortiqcha berganligining o'zini bayon qildi o'shaning o'zida. O'shadagi anamdagi biri o'zi fil, ikkinchisi u yerdagi sifatning o'zi ne'mat. U ne'mat sirotal mustaqimdan iborat. U sirotal mustaqim degan nima desa, Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l. Ya'ni Qur'on mandaq aytgan vaqtida. Sura Ali Imron'daki 107-oyatida fa ammallazina biyazzat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun deganning o'zimi qiyomat kunisi yuzi oq bo'lib o'zi qiyomat mahsharga bo'lgan odamlar fa fi rahmatillah Allohning rahmatida bo'lgan kishilardir. Nimasida? Allohning rahmatida deganning o'zi nima? Alloh tushirgan Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lda bo'lgan odamlar ular.
Yani sırat-ı müstakimden ibaret Allah tushirgan Qur'oni Karimniki ko'rsatgan yo'lida bo'lgan odamlar. U odamlar qiyomat kunisi yuzi oq turadi degan gap. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, nurg'un odam buni o'zi Alloh marhamat qilgan kishilar edi. Allah kimga, hech kimga o'zi Alloh taolo marhamat qilmaydi qiyomat kunisi. Jinoyati qanchalik bo'lsa shuni qarta jazolaydi, qanchalik yaxshi ish qilgan bo'lsa shuni qarta mukofotlaydi. Bu yerda marhamat degan narsa mavjud emas, adolat mavjud faqatla. U yerda o'zi adolat turgan yerning o'zida ma'ni o'zi o'z vaqtida pul topganka yo ma xonimning o'zi yomon chiroyli deb uning o'zi marhamat qilgan bir ish yo'q. U yerda qilgan jinoyati qarta kesim kesadigan gap. Yoki qilgan yaxshi qarta kesim kesadigan gap. Bu yerdagi rahmat nima degan vaqtida Alloh taoloniki sirat-ı mustaqimdan iborat, ya'ni to'g'ri yo'l ko'rsatadigan kitobidan iborat, ya'ni Allohning kitobining ichidagi yo'lda mangan odamlar degan ma'noni bildirdi. Shuning uchun bu yerki narsa nima desa, rahmat degan kelgan vaqtda bu yer payg'ambar alayhissalomni dunyoga rahmat qilib evatganligi. To'g'ri tushunish bu nihoyat o'z xato bir tushuncha. Payg'ambar alayhissalomga tushirilgan narsa, ya'ni Qur'oni Karim insonlarga marhamat qilinib tushirilgan bir narsa. Buni o'zini tushunib olishimiz kerak. Aslo u yerda, ya'ni payg'ambar alayhissalomga Qur'oni Karim tushmagan bo'lsa qanday bo'ladi vaqtida, ya'ni rahmat bo'laveradimi vaqtida? Zaten şu cisim, şu vücut bağ yani okşaşla. Demek u yerdeki narsa nima desa, payg'ambar alayhissalomni payg'ambar qilgan narsimi Allohning rahmatidan iborat Qur'oni Karim. İnsanlarga o'zi rahmat bo'lgan narsimi ham insonlarni Allohniki marhamatiga erishtiradigan, ya'ni Alloh taoloniki o'zi qiyomat kunisi yaxshi o'zi mukofotlarga erishtiradigan narsimi nima desa degan vaqtda, ya'ni shu Alloh taoloning rahmatidan iborat Qur'oni Karimni ko'rsatdi. Shuning uchun bu yerda bizniki insonlarimiz nurg'unlagan shu o'lmalarimizning devatqanlari payg'ambar alayhissalomni Alloh taolo dunyoga rahmat qilib ebadi. Demak yo'q nima desa, payg'ambar alayhissalom nima ish qilgan bo'lsa shuni ishni qilishimiz kerak deb o'tirib, payg'ambar alayhissalomga nisbat berilgan yolg'on yovdoq payg'ambar alayhissalom majburan chaplangan rivoyatlarni din qilish maqsadida buning o'zini suiiste'mol qilib kelyapti hozir. Shuning uchun bu yerda rahmat degan o'zi bu yerda va ma arsalnak illa rahmatandiki rahmatniki aslida payg'ambar alayhissalom emas, payg'ambar alayhissalomga berilgan Qur'oni Karim ekanligini tushunib olishimiz lozim. Albatta payg'ambar alayhissalomni biz bu yerda kichik o'zi tushirib qilgan yerimiz yo'q. Bu Qur'oni Karimdan iborat Alloh taoloning rahmati tushgan kishi bu Alloh taoloning payg'ambari. Biz onu Allah'ın peygamberi, Allah'ın elçisi deb o'zi e'tirof qilamiz, ishonamiz. Yani. Bu ayrı bir mesele. Lekin bu yerdeki narsa nima desa, bir insonni, yani Alloh taolo Qur'oni Karimda nurg'un yerda bor. Shu boya o'qigan oyatni qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun vahid va boshqa oyatning o'zida aranglar sizlarniki qarindishinglar bo'lgan, burun sizlar o'ynab birga o'ynab cho'ng'olgan odamdan birisiga vahiy tushganligiga qarta sizlar chidamay mushni qilib aslikni qilyaptamizlar degan oyatlar bor misolda. Bu nimani bildirdi degan vaqtida payg'ambar alayhissalomga vahiy kelmagan vaqtida arablarning ichidagi bir odam degan gap. Vahiy kelgan chog'da shundaqli bir odam. Ammo faqatla vahiy keldi. Vahiyni o'zini, ya'ni Qur'oni Karimdan iborat bu vahiyning o'zini o'qib o'ziga o'zlashtirgandan keyin uniki axloqiy jihatda, bilim jihatda boshqa odamga o'xshamaydigan bir narsa paydo bo'ldi. Amaliyotda shundaqku bir odam o'zi o'qigandan keyin uniki so'zlari, harakatlari asta o'zgardi. Masalan, axloqliq o'zi bo'ladi odam deganni gap qismi to'g'ri gapni qildigan bo'ladi, misol. Payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimni o'qigandan keyin uningda ma ishni qilsak yomon bo'ladi, ma ishni qilsang yaxshi bo'ladi deb hamma narsa aniq ko'rsatilgandan keyin yomon bo'ldiğini qilmay, yaxshi bo'ldi deganni qilgandan keyin hamma odam unda o'zi yaxshi qilgan odamga umroq bo'lgan gap. Atrofidagi odamlar uning atrofiga andagi yig'ildigan gap. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda rahmat deganning o'zini shu o'zi Qur'onda o'zi Qur'oni Karimdan iborat bu kitobning o'zini rahmat deb ataganligi, ne'mat deb ataganligi, sirat-ı mustaqim deb ataganligi, ne'mat deb ataganligi
burhan deb ataqanligi, aşına qo'shash nurg'unlagan o'zi yana boshqa undaq ismlarni qo'ygan. Chunki Qur'oni Karim aşır sifatlarning hammasiga ega mana shu aytgan vaqtida. Yana ma o Qadr surasining o'zidimi Laylatul Qadri min xayrun min alfi shahr degan mush oyatning o'zidimi Qadr kechasi 1000 oydan yaxshi degan kelim bo'ldi endi. Jumla oldu. Muşayda Qadr kechasi 1000 oydan yaxshi desa, insonlar nima deydi desa, Qadr kechasi bak ulug' oy deb, bak ulug' kecha deb qaraydi-da. Qadr kechasi nima uchun o'zi shundaq o'zi 1000 oydan yaxshi bo'lib qoldi degan vaqtda tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Malaiklar Alloh taoloning butun amr farmonlarini ep tushishga boshlagan kech ekanligining o'zini ko'rsatdi. Onun uchun birinchi qadamda Qur'oni Karim tushishga Alloh taoloning o'zi payg'ambar alayhisolamga tushishga boshlagan, farishta orqali tushishga boshlagan kecha bo'lganligi uchun bu kecha o'zi 1000 oydan yaxshi, ya'ni. Çünkü 1000 oy bir odam tirishsa, Qur'oni Karimda bir kitobning o'zini yezib o'tirib qo'ya olmaydi misol. Onun uchun buniki qimmati shunchalik qimmat bir kitob degan gap endi. Yani Sura Baqaraning 185-oyatida Şehr Ramazan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas ve beyinatin minel huda vel furqan degan mush oyatning o'zidimi Ramazan oyida Qur'oni Karimning tushirilishiga boshlagan bir kecha ekanligini, bir oy ekanligini so'zlab kelib, uniki nemisida o'zi birinchi sifatida hudan, ikkinchi sifatida bayinat, uchinchi sifati furqan deb o'zi shundaq 3 sifat bilan sifatlarlik. Birinchi sifati hudan deganning o'zi insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir kitob, bayinat degan insonlarga hamma narsani ochiq oshkora tushuntiradigan bir kitob, furqan deganning o'zi to'g'ri yo'l xatoning o'zini ayirib beradigan bir kitob degan bo'ldi endi. Demak, shundaq o'z sifatniki birsi u rahmat deganning o'zi. Shuning uchun bu yerda biz o'zi payg'ambar alayhisolamni payg'ambarlik bir inson ham payg'ambarlik sifati bilan tunishimiz va e'tirof qilishimiz to'g'ri. Ammo uning o'zini ilohlashtirib, o payg'ambar alayhisolam odatdagi insonlarning yamonbek, ulug'bek o'zi yuqori inson, u berib Alloh va so'zishidi degandek o'zi bundaq narsalarni o'ydirish o butunlay o'zi xato. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu oyatdagi rahmat kalimasini biroz o'zi tushuntirish to'g'ri keldi. Shuning uchun rahmat kalimasini mana shunday tushunsak bo'ldi. Endi bu yerda ikkinchi bir nima nurg'un odamlar mushu va ma arsalnak illa rahmatan lil alamin degan mush oyat qarta payg'ambar alayhisalom butun olamga elchi deb degan o'zi degan nim bilan tushundi. Payg'ambar alayhisalomni butun dunyoga, hattoki payg'ambar alayhisalom o'zi payg'ambar bo'lgan kundan boshlab qiyomat qoyim bo'lguncha oraliqda tamoman o'zi elchilik vazifasini olganlik qatorida shundoq tushunib keliklik nurg'un o'zi qarindoshlarimiz asosan musulmonlarniki mutlaq ko'p qismi shundoq tushundi. Ammo payg'ambar alayhisalomni va boshqa payg'ambarlarning hammasini bu yer payg'ambar alayhisalom deb o'zi yana payg'ambarimiz deb gap qilishmi bu to'g'ri narsa emas aslida. Payg'ambarimiz deganda Muhammad alayhisalom bizning payg'ambarimiz, qolganlar amtahu samtahun payg'ambar degandek bir ma'no chiqadi. Shuning uchun Muhammad alayhisalom desak bo'ladi. Bütün payg'ambarlar Qur'oni Karimda zikr qilingan bütün payg'ambarlar o'xshashli bizning payg'ambarimiz. Payg'ambarlarimiz. Chunki hech birisiga ayrimchilik qilib, o Yahudlarning payg'ambari, mao xristianlarning payg'ambari, mao bizning payg'ambarimiz deyishga bo'lmaydi. Qur'onda la nufarriqu bayna ahadin min rusuli degan oyat bor. Hech birisiga ayrimchilik qilmaymiz. Hammasi Allohning payg'ambarlari, Allohning elchilari, Allohning o'zi nabiy payg'ambarlari deb o'zi e'tirof qilamiz degan gap. O vaqtda biz payg'ambarimiz deb o'zi bizniki tilimizga ham nima ketgan-ku. Bizniki kallamiz sinib ketgan-ku.
Peygamberimiz de Muhammed Aleyhisselam'ı yenimizi tatip, kağallarını sen Musa peygamber, İsa peygamber esen kolunu akısta undaq muamil kıldıgan mundaq işler var. Bu doğru emas. Bütün peygamberler bizning peygamberimiz, peygamberlerimiz yani. Yani Peygamber Aleyhisselam, yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le özümüzden görümüz yani. Bizden Özümüzden görümüz. Özümüzden görümüz. görümüz. Kağallının özünü xəhniki görümüz de bu halkı bu doğru olmaydı. Onun için bütün peygamberlerge okşaşla Peygamber Aleyhisselam'ı bütün peygamberlerle okşaş bizning peygamberimiz yani. Hemimizni Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi dep özü itiraf kılış, tunuş bu özü doğru oldu. Yani bu nimenin özde aşı ve ma erselnak illa rahmeten lil alemin degan ayetinin asasen Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam'ı bütün alemge peygamber yeryüzünün hem yeri peygamber ve şu peygamber boğan günden başlap kıyamet kaim boğuçılık onunki peygamberlik kuşki ege degan asasda düşündüğün mundaq bir düşünce bizniki etiqadımızga sınk etken. Bu doğru düşüncemiz. Yani Muhammed Aleyhisselam Mekke, Medine ve onun etrafındaki özü kavimlerinin özünü yani Arap milletinin özünü özüge öz peygamber evirilgen bir peygamber. Bunun özünü enik bilip alsak oldu. Eğer o Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam bütün dünyaya peygamber olsa, kıyamet kaim boluşluk o peygamber bolduğan bolsa, o vaxtda o Arap yerim arıltmasdan o bütün Amerika olsun, Afrika olsun, bizdeki vatan olsun, Asya yoki bütün Avrupa hamma yerga chepib yurib peygamberlik qilishi lazım bo'latdi. O Arap yerim arlıda o peygamberlik qilganligining o'zi aşağıya tushirilgan aşağıda vazif o'ta deb aşağıda öz vazif o'tash nimasining o'zini vazifasini berganligini bildirdi. Yani Qur'oni Karimda bunun qarta ayet var. Yasin suresindeki 5'deki 7 ayet yani. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala sıratin mustaqim tenzilel azizir rahim litunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. Degan ben muş ayetning özümü Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam'ını atı boğullarga hiç qanday kitap düşmegen bir kavimge o kavimning özünü yaman işten agahlandırış, yaxşı iş qilganlarning özüge hoş bisharat berish uchun Qur'oni Karimni aşılaga yetkizish uchun aşılaga eberganligining özünü Suriyasında aşını bayan kıldı. Yani aşı Arap cahil Arap milletiga Peygamber yani Muhammed Aleyhisselam'ın özünü aşılaga peygamber eberganligini gösterdi. Yani Sure En'am'daki 92. ayet diye vaxtda 92. ayette ve haza kitabun enzelnahu mübarekun musaddikul lezi beyne yedeyhi ve litunzire ummel kura ve men havlaha deydi. Ben şu ayetin özümü Peygamber Aleyhisselam'a özü kitabın düşügenligi o aldığı kitabını hem tasdiqlayan bir kitabın düşügenligi o kitap bilen Ummul Kura degenin özü Mekke ve men havlaha ve Mekke etrafıdaki insanların özünü agahlandırış için peygamber kılınganlığının özünü bildirdi bu yerde. Yani Mekke ve onun etrafındaki Medine, Taif, Peygamber Aleyhisselam mesela Muhammed Aleyhisselam kayaya geçilik peygamberlik kıldı. Şu yerde vazif ötegenligini, şu yerde vazif ötegenligi şu öz Allah Teala'nınki Ummul Kura ve men havlaha degan muş ayetniki özü məqsədini əməlgə aşırğan boldu diyen boldu. Yani bir adamniki imkanı Kur'an-ı Kerim'de la yukellifullahu nefsen illa vus'aha deydi. Yani taqit yetmeydiğen işki Allah Teala teklif kılmaydı deydi de. Muhammed Aleyhisselam bir insan buluş süpütü ölen o vaxtdaki katnaşniki ehvalı ölen mesela hazır konuş aeroplana çıkıp ya poyuz maşını ölen gaqırtıp bir günde neçe min kilometr jiraklıkı berip hizmet kılalaydıgan mundaq bir şarait bolmagan dekin o vaxtdaki imkan nima degan vaqtda eşekni tögini keçini atını minib жүрüp
uya buyaga o'zi berib yurib shu yerda tabliq qilgan gap endi. Bir kun kechdi mangsa 20 kilometr yo 30 kilometr o'tib ketsa, uyaga berib o tabliq qilib kelmadi, uyaga berib gap qilish kerak. Shuni o'ylab o'sha 20-30 kilometr o'tib ketsa 50 kilometr yerga berib shu tabliq qilgan gap. Shuning uchun bu yerlik narsa nima bo'lsa, Muhammed Aleyhisselam'ni Mekke ve onun etrafındaki insanların özünü agahlandırış için nimqallığının özünü, agahlandırış vazifesini belirleginin özünü Kur'an-ı Kerim yani şu Sure En'am'daki 92. ayette aşının özünü bayan kıldı. Sure Şura'nınki 7. ayette ma ve kezalike evhayna ileyke Kur'an'ın Arabiyye litunzire ummel kura ve men havlaha diyen aşına okşaşla. Yani Mekke ve onun etrafındaki insanlarını agahlandırış için sana biz özü vehiy kıldık deydi. Yani şu vehiy bilen sen şularının özünü agahlandırırsa deydi Allah Teala. Demek bu yerde Peygamber yani Muhammed Aleyhisselam nime geldiği vakitte Muhammed Aleyhisselam o toplulum çıkıvardı. Muhammed Aleyhisselam Arap'ın peygamberi edilse nurgun adamla aşına kapı vardı. Kapılış kışkanda hacet yok. Bu yerde Kur'an bütün alemge kıyamet kayım boğuca hem Adem'ge karta evrilgen bir kitap. Hem Adem kim faydalanmadıysa Kur'an-ı Kerim'den faydalansı boldu diyen gap. Ama Muhammed Aleyhisselam'daki hizmet nimelki imkan dairesi çeklik bolganlığı için o vaxtda onunki şu kılalaydigan dairenin içinde men muş etrafta kılsan boludu dep onunga aşını kılsan sen peygamberlik vazifesini ada kılgan bolsa dep o daireni Allah Teala köstüp beriklik. Şu bütün peygamberler mesela Musa Aleyhisselam İsrail evlatlarının özünü agahlandırıp ölüp gittiklik, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'ın hemmesi şu özündeki kavmini. Nimişka diye vaxtda o peygamberler onundan başka yerge beriş imkanı yok. O vaxtdaki nim bilen katnaş koralları bilen. Bunun için imkanı yetadigan etrafının özünü etraftaki insanlarını agahlandırış ya ulağı bu Kur'an'ı yetkiziş işi bilen meşgul oluşka Allah Teala özü buyrğanlığını bildirdi. Yani Sure Maid'deki 67. ayette ma ya eyyuher Resulü belliğ ma unzile ileyk min rabbik ve illem tef'al fema bellagte risaletehu vallahu yasimuk minen nas degan muş ayetning özüdü mü? Muhammed Aleyhisselam'a Rabbingden düşürülgen nesini insanlarga yetküz. Eğer onu yetküzmesen Allah'ınki özü yetküz degan buyruğunu yoki elçilik vazifasini özünü ada qilmagan bo'lsa deb Allah Teala özü Muhammed Aleyhisselam'a muş gapni qiliqliq. Ve yana ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubeyyine lehum feyuzillullahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ ve huvel azizul hakim degan muş Sure İbrahim'nin 4. ayetida ma biz her qanday bir kişini peygamber qilib eversek özünün kavmiga şu kavmning tili bilen özü yani bir kavmiga biz bir kişini peygamber qilib evetmekçi olsak peygamber qilmoqchi olsak şu kavmniki tilde sözleydigan kişini peygamber kıldık deydi. Çünkü o peygamber mesela Arap'taki bir kişini peygamber kılmoqchi olsa Arap sözleye alaydigan birisini kılmasa onun öz tercüman nereden tapadan bu vaxtda misal. Şunun için bu yerki narsa nima bo'lsa her milletke öz kavmidan öz tilde sözleydigan bir kişinin özünü elçi qilganligining özünü bildirdi. Yani hazırki vaqtda degan vaqtda elçi deganning özü yani Kur'an-ı Kerimni Allah'ın kitabını yetkizgichi degan bo'ldi endi. Şu Kur'an'ı aynen Kur'an'daki özü şu ma'nisiga to'liq o'zi rioya qilgan holatda xalq yetkizgan odamlar elchilik vazifasini o'tayotgan odam degan bo'ldi shu vaqtda. Hozir hamma millatniki ichidan chiqib ketdi bunday odamlar masalan har millatning tilida Qur'oni Karim tarjima qilinib ketdi. Shuning uchun bu yer nima deydi degan vaqtda yani o'zi Peygamber Aleyhisselam'daki bütün alemge peygamber emasligini. Ama Kur'an-ı Kerim bütün alemge, bütün dünyaga, bütün insaniyetke berilgen bir kitap ekanligini mush yerdan bilib olsak bo'ldi. Yani bunun özüne ötkende şundaq bir misalını keltirdik. Xuddi bir oңайroq tushunsin deb deyapmiz. Yani onu boshqacha bir o'ylab ketishga hojat yo'q. Shu Karl Marx'niki yozgan 3 dallı özü nemisi var. Sosyalizm, komünizm,
kapitalizm degan shu tuzum, 3 tal tuzumning o'zini yozib chiqqan bir odam. Aş adamma, aş kitap bilen mesela şu dünyada insanlar paydalanсын, qandaq dünyanın her qandaq yerde buluşunu qatı nazar, insanlar şunun paydalanıp qalsın deb yazgan bir kitap hem bir tüzüm. Ona qavaqda bir sistema. Onu ma London turib yazıptı o adamның özü. Keyin özü ma o Avropaның özü biraz onu qabul qilib, undan keyin özü Sovet İttifaqı ve Xitoy, Vietnamga o'xshash va Arab mamlakatlardan masalan Iroq, Suriya deymiz, undan keyin o'sha nima, Misrgachilik ashundaq jiqyat qabul qilibdi o sotsializmning o'zini. Demak, bu nima degan vaqtda Qur'oni Karimmi ashunga o'xshash bir o'zi nima endi? Bir sistema yoki bo'lmaydi bir tuzum. Islom bir tuzum. Uning o'zini o'z vaqtida Payg'ambar alayhisolamga tushgan, Payg'ambar alayhisolam o tuzumni qayerda ijro qilgan degan vaqtda Mekke, Medine ve onun etrafında icra kılan. İslami tüzümünün özünü aşağıda icra kılan. Kur'an-ı Kerim'de ibaret, şu İslam tüzümünün özünü aşağıda icra kılan. Keyin o Umayye, Abbasiye sulalların zamanlarında kengiyip, nurgu yerligi Kur'an yetip kılandayken, Kur'an'ın özünü beğenmey, o Arap'ın yazıp koygan nesinin özünü beğen, ama Kur'an-ı Kerim'in özünü beğen bolsa, özünü düşendügen bolsa, hazırki vaqtda insanlar dünyadaki yani Müslümanlar dünyadaki en ilgar, en kudretlik bir özü devlet ve millet uqagan boladı. Onda qılmasdan şu Araplar özü veyran bolgan şu Peygamber aleyhisselam yani Muhammed aleyhisselam peygamber buluşunun aldıdaki şu itiqatını şu itiqatlı yazılgan, şu itiqatlı sındırılgan kitaplarının özünü başka milletki belgelik için o milletler şu İslam'ı kabul kılandığını taatip özü ravaj tapamagan. Mesela İran'daki Sasanlılar sulalası deydi, Nurgulluğun özü şu yaman konu bir devletken bu İran. Şunca ola kudretlik nurgun imperialini kurup neçik etim Mısır'ını besip algan, hatta ki Avrupa'ya hücum kılan aşındak bir özü kudretlik bir devlet. Şu özü uydurulgan İslam'ını kabul kılandığın keyin o çöküp ta hazırgıçılık ravaş tapamay kelmekte. Araplar şundaq bütün özü şu uydurulgan İslam'ı kabul kılan devletlerinin hemmisi terakkilamakka etdi. Bütünley aldığını nima dese, uydurulgan İslam yani ravayetke asaslangan İslamçı dese, şu aldın to'g'ri o'yliqliq. Endi olam deganning o'zini bir aqur mushayda bir izohat berib qo'yay dedim. Olamdagi payg'ambar deb o'zi nurg'uyada shundaq nima chiqdi. Shuningga ma o sur Nuhniki 25-dan 27-oyatgacha oraliqda masalan bo'libmi 27-oyatda va qala Nuhu Rabbi la tazar alal arzi minal kafirin dayyara degan shundaq bir oyat bor mushayda. Nuh alayhissalom aş qövmü qarta beddua qılganda, ey mening Rabbim, sen yer yüzüde bir öylükmü kapırını koymagın deb dua qılgan deydimdi. Endi bu Nuh alayhissalomniki şu Nuh alayhissalomning vaqtida to'fon balasi besib ketgan yer qanchalik yer desa, u butun dunyoni besib ketgan ekan vaqtida. Hozirgi arxeolog olimlar tekshirgan vaqtida o suv esib ketgan shu vaqtda Yunonistonniki şu nemi tarafı Akdeniz tarafta bir aral var ekan, aş aralning o'zini besib ketgan ki. Nuh alayhissalom aşağıda yaşagan adam ki. Nuh alayhissalomga nisbatan şu vaqtda olam nati degan vaqtda olam aşıydı. Yani ma taraf 100 kilometr, ma taraf 50 kilometr kelgan bir doiraning o'zida yurgan gap odam o vaqtda. O vaqtda qatnash qurallari unda qulaylik bo'lmagandan keyin eshakni minib nega bora olaydi misol. Şu alisda o'z tabliq qilib yurgan bir payg'ambar degan gap. Aşağıda o'zi şu insonlar Nuh alayhissalom askilik qilgandan keyin Nuh alayhissalom uningga duo qilgan yani mushadiki alal arz deganning o'zi yer yuzida deb tarjim qilishning o'zi mush xato degan gap. Mush yerda tarjim qilgan vaqtda ey mening Parvardigorim mush yerdagi kofirlardan bir o'ylikni qo'ymay bir aloq qilyapti deb duo qilgan desa, u vaqtda bo'ldi. Yer yuzida desa,
Amerika'dan tortib Afrika, Avstraliya, Yevropa, Osiyodan tortib hammasini suv butunlay o'zi nima qilib ketgan, suvning ostida g'arq bo'lib ketgan, keyin o'zi u yer echilgan degan bir ma'no chiqadi. Ammo butun dunyoni suv o'tib ketgan to'g'riliq hech qanday hozirgacha xabar yo'q. Butun dunyodagi arxeologlar tekshirsimi, birla vaqtda butun dunyoni suv o'tib ketgan undaq bir ish tarixda bo'lgan emas. Shuning uchun bu yerdagi butun dunyoni suv o'tib ketdi degan so'zning o'zi butunlay xato degan gap. Tarjimaning o'zidimi ko'p turib yer yuzida bir talma kafirni qo'ymagan degan. Shuni butun kafirlar hammasi o'lib, Nuh alayhissalomniki 3 o'g'il qilib qolgan, Hamsam, Yapes degan 3 o'g'il qilib qolgan va shuningdek butun dunyoga odam tarqalgan deb mundaq qaraydi. Bu undaq emas u. Faqat u Nuh alayhissalomniki 3 o'g'li o'zi nimqan qutulgan bo'lsa-mu, va lekin shu orol, o'sha yerda o'zi suv ketgan yer o'sha orol bo'lgan. Va orolning atrofidagi masalan hozir Turkiyaniki bir qism yerlar deyli suv. Masalan, buni u Indoneziyada qancha yil bo'ldi bir suv oftob ketdi-ku. Mana shu suv oftida 200 mingdek odam o'lib ketdi. Agar Qur'oni Karim o'xshash bir ilohiy kitob hozirgi zamonda tushirilgan bo'lsa, shu voqealikda tilga olingan bo'ladi yana. Biz ashini o'zini g'arq qilyaptiq degan bir ibora bilan u nim qilingan bo'ladi. Demak, ashinaga o'xshash bir quruqlikniki bir tarafi yoki kichikroq quruqlik bo'lsa, shu quruqlik hammasini suv o'tib ketgan. Dengizda masalan qattiq yer tavrash, undaq bir hodisa bo'lgan vaqtda atrofni suv o'tib ketgan ishlar bo'ldi misol. Mana shu vaqtdami Nuh alayhissalom turayotgan zaminning o'zini suv o'tib ketgan. Bu yerda butun dunyoni suv o'tib ketgan bir ish yo'q. Shuning uchun bu yerdagi alal arzi degani tarjima qilgan vaqtdami mushu zamindagi deb tarjima qilish kerak. Butun dunyoda hech qanday kafir qo'ymagan dedi deb tarjima qilish butunlay o'zi bu nimaga to'g'ri kelmaydi. Amaliyotga to'g'ri kelmaydi. Nuh alayhissalom butun dunyoda yashamadiki. Nuh alayhissalom yashagan yeri bir alqanchilik yer. Ammo o suv o'tib ketgan yermi shu Nuh alayhissalomning gapini anglamagan qavmning o'zini, ya'ni ash Qur'onning o'zidan ba Nuh alayhissalomning qavmini suv o'tib ketishlik. Unda bo'lganki Nuh alayhissalomning qavmi bo'lmagan, Nuh alayhissalom payg'ambarlik qilmagan, Nuh alayhissalomning oyog'i tegmagan yerlardagi insonlar desa, uni Nuh alayhissalom payg'ambarlik qilmagan bo'lsa, ularni nima deb suv o'tib ketdi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa bu iboraning o'zi bu yerda xato tarjima qilingan. Yana Sura Ali İmran'daki 33. ayetinde İnnallâhe istafa Adem'e ve Nuhen ve Ali İmran'e ve Ali nime ve Ali İbrahim ve Ali İmran'e alel alemin degende Kur'an yani Sura Ali İmran'daki 33. ayetinde. Muşe'nin özünde Allah Teala Adem'in, Nuh'ni, İbrahim'nin ve İmran'ın cemiyetini alemlerge peygamber kılışık tanladı dedi. Ama bütün alemge eğer peygamber buluşku tanlagan bolsa, o İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, o İmran'daki cemiyeti bütün dünyaya geldi mi misal? Bütün dünyaya peygamberlik bağdı mı? Mesela bizim vatanga bağdı mı mesela? İbrahim aleyhisselam'daki cemiyeti değil, ya ki özü evlatlarıdan biraz peygamber mende bizim vatanga geldi mi? İmran'daki cemiyetin biraz geldi mi? Gelmedi hiç kas. Tarihte hiç kandak bir onda uçur yok. Avrupa, Amerika, Janubi Amerika, Avustraliyaga o'xshash, Afrikaga o'xshash bunday yerlarga bordimi? Bormadi. Demak, bu yerlik narsa nima desa, alamin degan mushadagi kelimaning o'zimi shularniki olimi, ya'ni shular yashayotgan doira degan gap. Ya'ni İbrahim, İmran, shu İsrail avlodlari yashaydigan shu doiraga peygamber buluşku tanladı degan ma'no chiqadi. Eğer ularni bütün alemge, bütün dünyaya peygamber kılıç tanlagan bolsa, ularniki ular vazifani ado qilamagan bo'ldi vaqtida. Chunki u hammaga berish kerak, bütün dunyoga berib, dunyoning bulunpushqoqlari hammaga berib tabliq qilish kerak. U hech qancha yerga bormay, lekin masalan bizning vatandaymiz, Xitoyninki yurtlari deymiz, misol Rossiya deymiz, bu Yevropa, Amerika deymiz, bu yana hech qaysi bormagan bo'lsa, u vaqtda
bütün alemga qarta payg'ambar qildim degan gapning o'zi nima bo'ldi desa, u to'g'ri kelmaydi degan gap. Demak, shu vaqtdagi olam, bu yerdagi olamindagi olam nima degan vaqtda shularniki yashayotgan doirasini ko'rsatadi degan gap. O'ttir sharq misol. Mana aytgan vaqtida. Shu o'ttir sharqni ko'rsatadi degan gap endi. Bütün dunyoni ko'rsatmaydi. Ya'ni bu yerda boshqa oyatlarda bor. Biz her qavmga o'sha qavmniki o'zidan o'zi elchi evatdik degan nima bor-da. U vaqt demakki, her millatning ichida o'z millatining o'zini to'g'ri yo'lga yetaklagan insonlar tarixdan bu yerga chiqib kelgan degan gap. Ya'ni islomga yetaklab kelgan insonlar bo'lgan degan gap. Islom degan nima degan vaqtda adil, hamma odam barobar yashaydigan, qonun oldida hammasi o'xshash, barobar o'zi barobar yaşay oladigan, huquqni o'zi hammasi o'xshash, shunday bir jamiyatni yaratgan insonlar tarixdan buyon bo'lgan degan gap. Her millat ichida. Shuning o'zi nima degan vaqtda, shu millatning ichidan chiqqan elchi ekanligining o'zini, ya'ni yoki yo'lboshchi ekanligining o'zini ko'rsatdi degan gap. Shuning bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, alamin degan vaqtda "Va ma arsalnak illa rahmatan lil alamin" degan o'sha alaminning o'zini yana bir tarafdan aytgan vaqtda, agar payg'ambar alayhissalomga nisbat berilgan vaqtda u olamning o'zini payg'ambar alayhissalomning olimi shu vaqtda nati degan vaqtda arab yerim orlidi degan gap. Ya'ni shu yerda payg'ambarlik qilgan ekan. Agar u payg'ambar alayhissalom butun olamga Amerikadan tortib, Avstraliyadan tortib, Yevropa, o'z Afrika, Osiyogacha hamma yerga payg'ambar uni o'zi tayinlagan bo'lsa, u vaqtda payg'ambar alayhissalom u yerga borolmagan bo'lsa, demakki Alloh taoloniki butun olam payg'ambar qildim men seni, elchi qildim degan o'zi bu elchilik vazifasini desa, ado qilolmagan bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerga u amaliyotga ham uyg'un kelmaydi bu. Uning uchun bu yerda nima deymiz degan vaqtda payg'ambar alayhissalomni butun olamga payg'ambar qildim degan bo'lsa-mu, o olamning o'zini biz butun dunyoning o'zini, butun o'z 6 qit'aning, 7 qit'aning hammasining o'zligi payg'ambar qilgan deb tushunish u xato degan gap. Ya'ni o'zniki turayotgan yerga zoti ilgarki oyatlarda shu chiqib turdi-ku. Atbo'si, hech qanday atbo'si kitob kelmagan bir qavmning, bir millatga seni biz elchi qildik degan ekan, shu arab millatiga payg'ambar degan gap. Bizdeki vazifamiz nima degan vaqtda Allohning kitoblari tushgan kishilarning hammasini payg'ambar deb tunish, uni yetkazgan kishilarning hammasini elchi deb tunish bizning vazifamiz. Ammo bizniki bizga elchilik qilgan emas. Bizga faqatla u rasul kelgan emas, risolat kelgan faqat. Risolat nima desa Qur'on. Qur'on kelgan bizga. Shuning uchun bu yerdagi bizga rasul emas, risolatning kelganligining o'zini biz mushahidni qilsak bo'ldi. Hamda yana payg'ambar yana Muhammad alayhissalomga itoat qilish haqida nurg'unlagan shu diniy olimlar hozir so'zlayapti. Mushu Sur Niso'niki 59-oyatini dalil qilib, ya ayyuhan nabiy ya ayyuhallazina amanu atiulloha va atiur rasul va ulul amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا degan mush oyatni dalil qilib Allohning elchisiga itoat qilinglar dedi. Deval turib o'zi va ulul amri minkum va arangdan chiqqan ish egasiga itoat qilinglar deb deval turib biz payg'ambarga itoat qilmasak bo'lmaydi. Payg'ambarga itoat qilishning yo'li nada degan vaqtda u payg'ambar haqida yozilgan rivoyatlar, o'sha rivoyatlarga o'z amal qilganimiz, u rivoyatni din deb to'niganimiz, uni iymon keltirganligimiz, u payg'ambarga o'z itoat qilganligimiz deb mushundaq o'zi tushunillik. Nurg'un o'zi qarindoshlarimiz ham buni tabliq qilib hozirgi vaqtida. Bu nihoyat xato bir narsa. Buning o'zi Alloh itoat qilinglar. Yani atiulloha degandan Allohga itoat qilinglar. Va atiur rasul, ya'ni elchiga itoat qilinglar. Bu yerda Allohga itoat qilinglar degandan aslida o'z vaqtida elchiga itoat qilinglar degan bo'ldi. O'z vaqtida payg'ambar alayhisalom Muhammad alayhisalom hayot vaqtida, ya'ni Muhammad alayhisalomga itoat qilsanglar, Muhammad alayhisalom Allohning kitobining o'zini ijro qilayotgan kishi bo'lgandan keyin, siz shu vaqtda nimaga Muhammad alayhisalomga itoat qilish orqali Allohning kitobiga itoat qilgan bo'lasizlar?
Allah'ın kitabına itaat kılsan Allah'a itaat kılan bulursun deb Allah Taala bunun özünü bundaq bayan kılır. Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam ölüp ketkendan keyinchi o. Ölüp ketkendan keyin mush kushga egimi degan vaqtda bu yerda Rasuldan risolat qilib qoldi endi. Allah'a itaat kılın yani risaletga itaat kılın. Risalet neymi? Kur'an-ı Kerim. Asla özü o Muhammed Aleyhisselam hakkında yazılgan rivayetlerge itaat kılın diyen bulmaydı bu yergi dersi. Eğer özü onunla itaat kıldıgan bolsa, o vaqtda Allah'ın dininden tamamen çıketken buldu. Şunun için bu yerde biz qanday qilamiz degan vaqtda risolatga itaat qilamiz. Risolat nima? Qur'oni Kerim. Şunun için bu yerde Peygamber Aleyhisselam, yani Muhammed Aleyhisselam kıyamet kaim boğuşluk peygamber mi o diye vaqtda o öz vaqtida peygamber. Yani şu 23 yıllık zaten tarixte yazıqlıq o. 23 yıl peygamberlik qilgan degan aniq yazıqlıq o. Mana şu 23 yıllık peygamber Araplarga peygamberlik qilgan, peygamberlik vazifasi şu ölüp ketganligini tugagan, undan keyin uning peygamberlik qilgan hech qanday bir ishi yo'q. O nima qilib qolgan o peygamberdan keyin degan vaqtda o rasul o o'lib ketgandan keyin risolat qilib qolgan. Risolat yani Qur'oni Kerim. İnsanlarga Alloh taolo yani peygamberdan tortib yani Muhammed Aleyhisselam tortib hammasiga nima deydi desa, shu risolatga erishing deydi. Muhammed Aleyhisselam risolatga erishgan, sizlarmi risolatga erishing. Yani uning qarta Qur'oni Kerimdagi An'am surasidagi 106-oyatida ittabi ma uhiya ilayke min rabbika la ilahe illahu ve arzanil müşrikin degan mush oyatning o'zida bayon qildi endi. Sening Rabbing bir Allohdan sana vahiy qilingan narsaga ergash deydi Alloh taolo. Yani Allah'ın vahiy qilingan narsaga ergash. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın vahiy qilingan narsaga ergashgan bo'lsa, u narsa nima? Qur'oni Kerimda uning ergashgan bo'lsa, Muhammed Aleyhisselam o'zi o Qur'onni ijro qilayotgan odamga itoat qilish, nimaga itoat qilgan bo'ldi shu vaqtda desa, Qur'oni Kerimga itoat qilgan bo'ldi degan. O'tganda elchiga itoat qilish degan mavzudan bu vaqt to'xtaldik. Nima degan vaqtda misol hozirgi vaqtda Angliyada bir soqchining o'ziniki soqchilik kiyimini kiyib, bu yerda vazifa o'tayotgan bo'lsa, Angliyaniki şu soqchiga berilgan qonunning o'zini, soqchi haqidagi qonunning o'zini ijro qilgan bo'ldi. Ijro qilayotgan bo'ldi. Biz soqchining o'zi bir yo'l soqchisini misolga olsak, yo'l soqchisi yo'lda bundaq bizning mashinani to'sgan vaqtda biz uningga to'xtaganimizning o'zi uning bo'ysunganligimizni ko'rsatdi. Biz şu vaqtda o soqchiniki tug'an jismiga emas, uniki amaliga itoat qilgan bo'lamiz. O soqchilikdan iborat bir amalning o'zini, bir vazifasini ado qilyapti degan gap. Shuning bilan o'zi o vazifa, o yerdagi soqchilik vazifasi, ya'ni uning berilgan qonuniy bir haq-huquq, ya'ni huquq bo'ldi. O huquq o'z qonun, davlatning qonuni bo'ldi. Ya'ni inson nima o odam berib, u yerda soqchiga emas, soqchiga berilgan qonunga bo'ysungan bo'ldi. O qonunga bo'ysunganlik davlatga bo'ysunganlik bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash Peygamberge itaat kıllık, Kur'an-ı Kerim'e itaat kıllık oldu. Kur'an-ı Kerim'e itaat kılış diyor ise, Kur'an-ı Kerim'e itaat kıllık, Allah'a itaat kılın oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu. Men ata'ar Resul fakat ata' Allah deydi. Yani etiullah ve eti'ur Resul deydi. Yani bir yerde men ata'ar Resul fakat ata' Allah deydi. Bu ne diyen oldu ise, siz Allah ne Peygamber'e elçiye itaat kılın deydi. Yani kim ki elçiye itaat kılsa Allah'a itaat kılın oldu. Yani vasıta arkalık. O neymi diye vaqtda o elçi Kur'an'a itaat kılıdı, Kur'an'ı icra kılıdı. Kur'an'ı icra kılatkan bir kişiye itaat kılış, Kur'an'a itaat kıllık oldu. Kur'an'a itaat kılış, Allah'a itaat kılan oldu diyen oldu. Şunu bu yerde hiçbir zaman Muhammed Aleyhisselam ve onun başka hiçbir peygamber bana itaat kılanlar dep bakkan bir narsa yo'q. Qur'oni Kerimda zodi hech qanday bir payg'ambar tarixda Allohni qo'yib, "Menga itoat qiling" deb bakmadi. Deb Qur'oni Kerimda ochiq deydi uning o'zini. Chunki unda deyish haqqi yo'q.
Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtida payg'ambar vafot bo'lgandan keyin payg'ambar haqida yozilgan hikoyalarga, payg'ambarga zo'rlab tengilgan hikoyalarga amal qilib, uning o'zini din devlashning o'zi bu islomga qilingan bir buzg'unchilik, bir nihoyat bir xato bir narsa. Qur'oni Karimga o'zi itoat qilishimiz lozim. Qur'onga itoat qilgan vaqtida payg'ambar itoat qilgan narsaga bevosita itoat qilgan bo'lamiz. Shu vaqtda biz Allohga itoat qilgan bo'lamiz. Endi bu oyatning o'zini payg'ambar alayhissalom butun olamga qiyomat qoyim bo'lg'uchilik ashunday payg'ambardi. Shuning uchun uning ashunday deb tunishimiz kerak, ashunday tushunishimiz kerak, ashunday iymon keltirishimiz kerak deb shunday so'zlab ketishning sababi nima degan vaqtida? Buniki o'zi bir qancha sababi bor. Birinchi sababi nima degan vaqtda butun o'zi Muhammad alayhissalom haqida yozilgan rivoyatlarning o'zini islomniki manbasi qilishga tirish maqsadida, ya'ni manbasi qilish maqsadida bu o'zi Muhammad alayhissalomga itoat qilishni maqsad qildi. Hozir hech kimni Muhammad alayhissalom o'zi islom diniga chaqirmaydi, chunki o'lib ketgan bir odam hech kimni chaqirmaydi. Ammo chaqirgan narsa nima islomga degan vaqtda islomga chaqiradigan narsa qo'limizdagi Qur'oni Karim. Muhammad alayhissalom itoat qilgan narsa Qur'oni Karim. Biz udullab Qur'oni Karimga itoat qilgan vaqtida, ya'ni Allohga itoat qilgan bo'lamiz, o'xshashlar. Muhammad alayhissalomniki itoat qilgan narsa bo'ldi endi shu vaqtda. Şoň bu ýerde Muhammed Aleyhisselam'a itaat qilib, Muhammed Aleyhisselam qiyomat qoyim bo'lguncha rahmat uning o'zi. Qiyomat qoyim bo'lguncha uniki o'zi degan so'zlari, qilgan gaplari hammasi kuchga ega deyishning o'zi bu intayin mantiqsizlik bo'lib hisoblandi. Hozirgi vaqtda agar Muhammed Aleyhisselam, ya'ni Qur'oni Karimda Muhammed Aleyhisselam qilgan ish harakatlari yozilgan yerlar bor, nurg'a yerlar. Shuning o'zini aynan qilishning o'zi ham jinoyat hisoblandi. Nima uchun degan vaqtda Muhammad alayhissalom 1400 yil burun misolda burun bir ishni qilgan bo'lsa, osh ishni hozir 1400 yil keyin mana zamonning o'zida qilish aslo mumkin emas. Buningga biz shunday bir savolni qo'yib baqsak bo'ldi-da, agar Muhammad alayhissalom hozirgi zamonda hayot bo'lgan bo'lsa, shu 1400 yil burun qilgan ishni yana davomli qilim deb turadimi? Yoki hozirgi zamondagi eng ilg'or odam bo'lib, hozirgi zamondagi eng yaxshi ishlarni qilgan bo'ladimi? Buning o'zini tushunishimiz kerak biz. Shunga bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Muhammad alayhissalomning 1400 yil burun qilgan ish harakatlarini faqat biz tarix qatorida ko'rishimiz va undan biz ibrat oldigan yerlarimiz, ibrat elishimiz bu lozim. Ammo uning o'zini aynan ijro qilish bu o'zi bir to'g'ri narsa emas. Çünkü nima uchun degan vaqtda hech qanday bir payg'ambar oldidagi payg'ambarniki qilgan ishini aynan qilgan hech qanday bir payg'ambar yo'q. Masalan, payg'ambar alayhissalomga, ya'ni Muhammad alayhissalomga Isa alayhissalom eng yaqin o'tgan. Masalan, 571 yil payg'ambar alayhissalom tug'ilgan bo'lsa, 610-yili payg'ambarlik vazifasi kelgan bo'lsa, demak orliq 610 yil degan gap. Ya'ni yaqin orliq endi mana shu vaqtda. 7 asr. 610 yil oldida o'tib ketgan kishiniki qilgan ishining o'zini aynan do'rab qilgan. Nima uchun degan vaqtda u Isa alayhissalom yashagan zamonga nisbatan Muhammad alayhissalomning zamoni biroz farq bo'lgan, ham yashagan jug'rafiyasi hem millet mesela İsa Aleyhisselam'daki cemiyeti bilen Muhammed Aleyhisselam cemiyeti öz okşaşmaydigan Arap cemiyeti, Yahudilar cemiyeti okşaş olmagan bir iki cemiyetdeki insanlar bo'lganligi uchun u cemiyet yaşayan insandaki qilgan ishini bu cemiyetga so'rab akilish bu butlay xato. Biz hozir nima qilyapti desa, bizning mollalar shu Arabniki cemiyetidagi narsalarni din qilib akirib, millatni shu Arab cemiyetiga zo'rlayapti.
1400 yıl burunki Arap cemiyetindeki insan buluşu zorlavadı dedi. Asla o milletimizni hozirgi zamonga loyiq odam bo'lishga targ'ib qiladigan, rag'batlantiradigan bunday bir inson yo'q aramizda. Davomli Payg'ambar alayhisalom aniqqan, sahoba maniqqan deb shu 1400 yil burungi hikoyani so'zlash orqali millatni shu 1400 yil burungi bir ideologiya bilan tarbiyalab, hozirgi zamonga asla o'zi maskelanmaydigan bir inson qilib tarbiyalab chiqyapti. Bu o'zi bir jinoyat bu. Shuning uchun bu yerki narsani bu degan vaqtda biz asla o'zi hozirgi nima u o'tgan zamonning o'zini tamamen unutgan holatda Qur'oni Karimdagi islom prinsiplarini asos qilgan holda hozirgi zamondagi eng ilg'or odam bo'lish, to'g'ri odam bo'lish, tirishchan, bilimli odam bo'lish va hozirgi zamondagi insonlarniki eng ilg'ori ham insonlarni to'g'ri yetaklaydigan bir inson bo'lish bu bizdagi vaziyatimiz deydi. Agar Muhammad Aleyhisselam hozir hayot bo'lgan bo'lsa, hozirgi insonlarniki eng o'zi ilg'ori, eng bilimligi bo'lgan bo'ladi. Yani eng o'zi yaxshi o'qigan inson bo'lgan bo'ladi. Chunki shu vaqtda eng ilg'or odam bo'lgan. Ammo Muhammad Aleyhisselam shu vaqtdagi ilm bilan, yani 1400 yil